8000 olamga sarvar bo'lgan Muhammad, 33000 ashobga rahbar bo'lgan Muhammad, yalang'ochligu ochlikka qanoatlik Muhammad, osi jafokor ummatga shafoatlik Muhammad. Ya Muhammad, Muhammad, as-salatu wa sallam. Ya Muhammad, Muhammad, as-salatu wa sallam. Ya Muhammad, Muhammad, as-salatu wa sallam. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana biz ota-onasi o'tgan va ba'zilarini otasi o'tgan bolajonlarni shu to'ylarga, iftorlarga olib kelish loyihasini boshlaganmiz. Mana bunga 3-4 yil bo'ldi. Juda bir chiroyli sunnat boshlangan. Ya'ni payg'ambar alayhisalom aytganlarki, dasturxoninglar shu yetim muhtojlar bilan to'lgan dasturxon bo'lsin. Faqat boylar bilan to'lib qoladigan dasturxon bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh taolo g'azabi tushib qoladi. Shuning uchun Alloh suygan dasturxonlardan bo'lsin degan maqsadda shu xonadon ehsonga chaqirib shu bolajonlarni Alloh taolo mana shu 2 yoshga baxt bersin, xonadonga fayz barakasini bersin. Shu bolajonlar inshaalloh har biri inshaalloh haqinglarga duoda mana shu bolalar ichida el yurtga xizmat qiladigan, dinimizga, ummatga foydasi tegadigan bolajonlar bo'lib yetishsin inshaalloh. Nima deymiz? Yana Hojiga shu bolalarni haqqiga duo qilib berasiz. Amin. Salomat bo'ling. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul